5. Bab. U çağda Hagay peygamber hem İddo'nun oğlu Zikiriya peygamber İsraillar etiqat qilib kelgan hem ularga yar bolgan Xudoning nomi bilan Yahudiya va Yerusalimda turadigan Yahudiylarga Xudoning vahiylarini yetkizishga boshlagan edi. Sheatilning o'g'li Zerubbabel va Yozadaqning o'g'li Yeshua Yerusalimdagi ibodatxonani bino qilishni yana qaytadan boshladi. Ushbu ikki payg'ambar ular bilan birga bo'lib yordamda bo'ldi. Firat daryosining g'arbidagi o'lkaning boshlig'i Tittinay, Shitar Bozinay va boshqa xizmatdosh amaldorlar shu vaqtda Yerusalimga kelib, ulardan sizlarga bu ibodatxonani bino qilishga va tomlarni qo'pirishga kim ruxsat berdi deb so'radi. Ular yana ibodatxona qurilishidagilarning ismlarini so'radi. Lekin Xudoning nazari İsraillarning oqsoqollarida bo'lganligi uchun Paris amaldorlari Darius podshohga maktub tutib javob olguncha ularning qurilish ishini to'simidi. Firat daryosining g'arbidagi o'lkaning boshlig'i Tattinay, Shitar Bozinay va xizmatdosh amaldorlarning podshohga tutgan maktubi mundaq edi. Darius podshoh oliylariga salom. Oliylariga shuni ma'lum qilamizki, biz Yahudiya rayoniga berib, ulug' Xudoning ibodatxonasining qaytadan bino qilinayotganligini ko'rdik. Bu ibodatxona qo'ram toshlar bilan yaslab etibdi va tomlarining ichiga cho'ng limlar qo'yilibdi. Bu qurilish nihoyatda astoydillik bilan o'ngishli ketib etibdi. Biz oqsoqollardan ibodatxonani qaytadan bino qilish va tomlarini puturishga kim ruxsat berganligini so'radik. Oliylarga bu xizmatga yetakchilik qilguvchilarning kim ekanligini ma'lum qilish uchun ularning ismlarini so'radik. Ular javoban: biz bütün olamning egisi bo'lgan Xudoning bandalarimiz. Biz hozir qaytadan bino qilayotgan ibodatxonani nurg'un yillar ilgari İsrailiyaning bir kuchli podshohi qurib chiqqan. Ajdodlarimiz arshi a'lodagi Xudoning g'azabini qo'zg'ab qo'yganlikdan Xudo ularni Kaldallarning podshohi, ya'ni Babilning sobiq podshohi Nebukadnezarning qo'liga tushirib berdi. Podshoh bu ibodatxonani vayron qilib, xalqni Babilga surgun qildi. Lekin Babil podshohi Korashning 1-yili mazkur ibodatxonaning qaytadan bino qilinish buyrug'i tushirildi. Korash podshoh, hatto Nebukadnezar podshoh Yerusalimdagi ibodatxonadan o'lja elib, Babildagi butxonaga qo'ygan oltin kumushdan yasalgan qoch-quchilarni Sheshbassar ismli bir kishiga qaytarib berdi. Korash podshoh uni Yahudiyaga boshliq qilib tayinlagan edi. Podshoh uningga bu qoch-quchilarni Yerusalimdagi ibodatxonaga olg'ach ketishni hamda ibodatxonani asli o'rniga qaytadan bino qilib chiqishni buyurdi. Shunga Sheshbassar qaytib kelib, Yerusalimdagi ibodatxonaning ulini o'rnatdi. Qurilish shu chaqdan tortib hozirgacha davomlashmoqda va texi putmadi, dedi. Shuning uchun oliylari to'g'ri ko'rsilar, Babilning o'rdi tazkirisini izlanib baqqaylar. Korash podshohning Yerusalimdagi mazkur ibodatxonani qaytadan bino qilish to'g'risida buyruq tushirgan-tushirmaganligini aniqlab ko'rgaylar. Ondan bizga bu ishni qandoq bir taraf qilish to'g'riliq yo'l yo'riq bergaylar.